Assalamu alaykum, Shakura saloniga barliq azizlar, mana shu vaqtlar xayrlik bo'lsin. Bugun sizlarga tayyorlagan darsimiz yer yong'oqli kompyutdan. Buning yetarli materiallar bo'lsa, yer yong'oqidan 100 gram, shakardan 200 gram atrofda tayyorlaymiz. Yer yong'oqini mushta qo'rib tayyorlab olmasa, pishiq bo'lish kerak. Qancha mezlik qo'ray olsanglar, shuncha ta'm yaxshi chiqadi. O'rniga har xil mevzlarni ishlasanglar bo'ladi, ha. Masalan, mevzlardan kunjut yoki gazir mevzlarini bo'lsa mezlik qo'rib olsanglar, ashuni orasiga qiyib olsanglar texim yaxshi bo'ladi. Avval qozonimizni isilib, qozonga 200 gram shakarimizni to'kib olamiz. Masalan, xasanlar ash mevzi ko'proq va yeyishni yaxshi ko'rgan xonimlar bo'lsa, mevzning miqdorini ozroq ko'paysanglar bo'ladi. Men hozir shu miqdor eng normal bo'ldi deb o'ylayman. Shakarimizni to'kib bo'lgandan keyin o'tni normal holatda qilamiz. O'tirxal o'tda qilamiz, ma shakarga kuyib ketganmisin. Shunga o'tdan bir kuchli kuyib ketganmisin. Andan keyin aralashtirib turamiz. Ma o shakarning osti qizargan tarafini ustiga o'rib, oq tarafini pastga o'rib bunda qilib qo'yamiz. Bo'lmasa ma qizargan bakra qizirib kuyib ketgan ahvol bo'lib qoldi. Mana mushtaq qilib aralashtirib buni shu qizargan holatda butun shakarlari erib bo'lgan holatga akagacha mushtaq aralashtirib turamiz. Andan keyin tayyorlab olgan mevzimizni cho'qim postikini avitdan olajmi? Postik yo'q bo'lish kerak yer yong'oqiniki. Andan keyin buni ustiga to'kib aralashtiramiz. Mush butun hamma shakar erib mushtaq qizg'ish holatga kelganda qilamiz. Manadan o'tib ketib qolmasin. O'tib ketsa ochiq bo'lib qoldi. Buni suvarlashtirmaymiz, juma. Shu o'z betalar. Mushtaq qilib, shu yer yong'oqining butun yeri, ammo shirniga yepishib bo'lgandan keyin bilimizga ilib yoki bo'lmasa bundaq moysumirch qog'ozlari bor narsani 4 birjak tovoqning ichiga seviliblar qilsak bo'ldi. Shu miqdor ozgina shunchalik chiqadigan miqdor, juma. Andan keyin shu yumshoq vaqtida mushta shakl kirgizib olamiz. Bo'lmasa birdamdan keyin lavaga uchrashgan zaman qaytikdan emasmi? Qotgandan keyin shakl kirgizmansangiz mumkin emas, kirmaydi. Shunga mushta bo'sh vaqtida amal bor, chay do'ringizningki siliq yuzini keltirib turib, mushta naqtab shakl chiqarib olsanglar bo'ladi, chunmi? Mana qizlar aloqda 2 minutlik vaqt o'tdi. O'tgandan keyin qulam tekisam, yana qiziq harorati o'rilyotdi alqinimga. Lekin bu amdiliqi qetish bo'ldi, qo'lga chaplashmaydigan holatga keldi. Mushta vaqt kelganda to'g'rab buni o'zimiz yaxshi ko'rgan shaklga kirgizib olamiz. Bundan o'tib ketgan zaman, masalan, muzlab ketgandan keyin chaydo bilan kesman desangizmi, kesamaysiz-mi? O'g'ilib ketadi, chug'ilib ketadi. Shunga mushta qiziq vaqtida shakl kirgizib